Xo'sh, tayyormisiz? Ko'zingiz nuri qanchalik darajada o'tkirligini aniqlashni xohlaysizmi? Ushbu sinov aynan sizning ko'zingiz nurining kuchini aniqlashga yordam beradi. Ko'zingizdagi nur qanchalik darajada o'tkirligini aniqlaymiz. Buni aniqlash uchun ushbu tayyorlangan sinovdan o'ting. Ushbu sinovda 4 bosqich bo'ladi va har bir bosqich borgan sari qiyinlashadi. Birinchisi siz uchun juda oson bo'lib tuyulishi mumkin. Bosqichma-bosqich sinov darajasini oshirib boramiz. Aslida 4-bosqichdan faqatgina 8% odamlargina o'tishi mumkin. Chunki bu juda qiyin. Siz barcha bosqichlarda har bir savol uchun bir xil vazifani bajarasiz. Sizning vazifangiz shundan iboratki, 10 ta ranglardan farq qiluvchi bittasini tanlashdir. Har bir bosqichda siz uchun 4 ta shunday, 9 ta bir xil va bitta ajralib turuvchi ranglar ko'rsatiladi. Agar siz bir marta rangni topa olishga qiynalsangiz, bu siz butun bosqichni muvaffaqiyatsiz yakunlaysiz degani emas. Shuning uchun hech qanday vahimaga tushmang. Tayyor turing. Demak, boshladik. Bu yerda birinchi bosqich. Ha, endi bu oson edi. Shubhasiz buni ham topdingiz. Birinchi bosqich tugadi. Bu shunchaki siz uchun ko'zlaringizni chiniqtirish bosqichi edi. 97% odamlar ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tishadi. Ikkinchi bosqich qiyinlik darajasi yuqoriga ko'taramiz. Bu ko'proq e'tiborni talab qiladi. Ha, men uning 10-raqamda ekanligini bilardim. Ikkinchi bosqich tugadi. Siz buni qildingizmi? Agar qilgan bo'lsangiz, demak keyingi bosqichga yo'l olsak bo'ladi. Bunday holatda siz test topshiruvchilarning 55% kabi o'rtacha ko'rish qobiliyatiga egasiz. Vaziyat tobora kuchayib bormoqda. 3-bosqichga tayyorlaning.
3-bosqich tugadi. Uni tugatganlarni tabriklaymiz. Aksariyat odamlarning 30% amalga oshira olgan bu bosqichni. Agar bu siz uchun muvaffaqiyatsiz bosqich bo'lgan bo'lsa, xafa bo'lmang. Ko'zlaringizni yaxshilashingiz mumkin va bu videoda buni qanday qilish kerakligini aytib o'taman. Endi 4-bosqich vaqti keldi. Diqqat qiling, bu sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin, chunki o'zingizda qandaydir katta kuchlarni topishingiz mumkin. Bajarildi. Uni amalga oshirgan barcha super odamlarni tabriklaymiz. Sizning ko'zingiz ajoyib. 92% odamlar bu vazifani uddalay olishmaydi va siz bunga erisha oldingiz. Tetrokromatda bo'lish imkoniyati sizda mavjud. Ushbu aqlli so'z boshqalarga qaraganda ko'proq ko'zlarida retseptorlar bo'lgan va turli xil ranglarning ko'proq soyalarini ko'ra oladigan odamlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Natijalaringizni baham ko'rish vaqti keldi. Siz uni 4 bosqichda bajarishga muvaffaq bo'ldingizmi? Agar siz qaysi bosqichda yuz berganini yaxshi bilmasangiz, keling buni sharh bo'limida ko'rib chiqamiz. Agar sizga ushbu video yoqsa, maxsus like tugmachasini bosishni unutmang. Bizga xabar bering va kimning ko'zlari o'tkirligini ko'rish uchun do'stlaringiz bilan ham baham ko'ring.